yig'ma komandasi, mahalla fuqarolar yig'inlari, ta'lim muassasalari, iqtisodiyot obyektlari rahbarlari, shuningdek shu tuman favqulodda vaziyatlar davlat hududiy quyi tizimlarini hamkorlikdagi harakatlari ko'rib chiqiladi. Bunga asosan 3 kecha kunduz belgilandi. Shu bilan bir qatorda favqulodda vaziyatlar davlat tizimi xizmatlarini, quyi tizim xizmatlarini harakatlari ko'rib chiqiladi. Bunda asosiy e'tibor obyektlar tushunmovchilik bo'ladigan bo'lsa, bu yerda shtab tarkibi ishlayapti. Bu yerda bizda starshiy Razaq Hasanboy Bundan keyin talafotlar, yong'inlar, boshqa favqulodda vaziyatlar yuzaga keladi. Xo'p, endi signal olingandan keyin buni tasdig'i uchun qaytadan telefon qilib, favqulodda vaziyatlar boshqarmasiga telefon qilib, signalni to'g'riligini palatkalar yoziladi. Bittasida dam olish xonasi, bittasida yig'ilish xonasi, yana bittasida mana tepalarida ishi bir anaqa bo'lib turgan. Bir-birini makkalar ichidagi nimasini haligi elektr nimalarni qo'ymadi. Keladilar hokimi. Buni sizniki ikkitasi shu boshqaruv shu yerdan amalga oshiriladi. Ishbonlar shu yerda tashkil qilinadi. Bular o'zida bo'lishi kerak. Viloyat hokimligi обязательно tiklanadi. Mana shu vazirlik tizimi holatda yotqizib davlatga. Qolaversa tez yordam mashinalari ikkita brigada viloyatdan tumandan bir qo'ygan. Shifoxona yaqinida navbatga To'g'ri darmonda zaxiramiz bor. Yo'q, endi men aytyapman-da, mana tashqarilar yopildi. Biz oltin ana peytgan. Bilan yaxshimi? Barchamanglar salomat bo'linglar. Katta rahmat. Beqiyosda shunga aytaman-da. Bodir aka. Tinchlik davrida ham, ha? hayotimizning faol Ish ko'rsatib beradigan mashlar. Sog' bo'ling. Ta'minlanmagan joy bor. Ta'minlanmagan joyimiz yo'q. Hamma joyda 100% ta'minlangan, ha? Endi qanaqa turbalar bor? Asosiy o'tgan suv havuzi emlash bo'lyapti. 10 ta doktor bor. Bundan tashqari 10 tadan xususiy doktorlarni qo'shib, 2 tadan 10 ta emlash guruhi tashkil hamkorlik ish qilingan. nima muammolaringiz bor? Bizda hech qanday Zaxiralaringiz bor? zaxiralarimiz, vaksinalarimiz, Dori-darmon bor. Assalomu alaykum. Hojaga yaxshimi? Olib kelishlar u yoqda. 35 metrga chiqadi. 35 metr qarshi o'tirib.
loyiha asosida qurilishi boshlanib 1986-yilda qurilish tugallangan. Asosiy bitta zaxira kirish eshiklari bor. 500 kubi suv zaxirasi yaratilgan. Geldik görüşke kiriş ister. Oltin ko'l bajarimi? Tekstilda uchoqli boshladik. Orqadan kirib ketyapsizmi? Tekstilda xodimlari bittasi jabrlanuvchi bo'ladi. Tez tibbiy yordam kelib, ushbu fuqaroga tez tibbiy Oltin yo'lda Gitaqa guruhi. Gitaqa Kishidan iborat fuqaro zvenasi tashkil qilindi. Va engashiga 3-dagi. Qora optimi? Fuqaro ishlari amalga oshirilyapti, endi chiqaradi. Elbet yoktu. Yaxshi tushunarli qo'shimcha yordam kerak bo'lsa, aloqaga chiqib borasiz. Tushundim sizni. sodir bo'lgan yong'inning ichida qolib ketgan Masalalarni tekshirib chiqdim. Tushundim. Qo'shimcha binoni ichida qolgan fuqarolarni qutqarish harakati qilyapti. Siz tushundim. Chiqmaydimi? Chiqmaydimi? Chiqmaydigan bo'lsa, O'tgan to'g'rilab olishim. men tushuntirib anaqa qilib bo'ldimi buni? O'lgan bilan deyapsizmi? Osmon, gazetlar tomonidan jabrlangan fuqaro Osmon Arxonga ilinmoqda. O'rtada ham bor ekan.
Uyjon aka qoching. Kesildi. Tushundim sizni. Bir vaqt o'zida suv ta'minoti yo'nalishi 11 kil halikiga. Endi tushadigan qora menimcha tibbiyotga muhtoj bo'lmaydi. 11 kil halikidan boshqarmasdan harakatda amalga oshirilgan. Kechagidek belgilangan balandlik bitta nuqtada suv berish. Motor orqali bitta fuqaro o'zi harakatlanib tushib kelyapti. Uni olishga tayyor. Buni bizga birinchi yordam ko'rsatilsin, albatta. Yo'llar olib chiqishga. Şimdi. Oldu yine. Ketagi ketadi. To'g'riga ketadi. Chiqarsin.